Assalomu alaykum. Bugun sizga Yevropada, ayniqsa Xorvatiyada santexnik sifatida ishlash imkoniyati haqida qisqacha va muhim ma'lumot beramiz. Xorvatiyada qurilish va ta'mirlash bo'yicha ishchilar jiddiy talabda. Kompaniyalar suv tizimlarini o'rnatish, isitish va ta'mirlash bo'yicha malakali ishchilarni qidirmoqda. Ish professional jamoa bilan, xavfsizlik va to'liq jihozlangan asbob-uskunalar bilan olib boriladi. Nimalar talab qilinadi? Santexnika bo'yicha kamida 6 oylik tajriba, jiddiy mas'uliyatli munosabat, rus yoki ingliz tilini boshlang'ich darajada bilish afzallik beradi. Ish shartlari va imtiyozlar: rasmiy shartnoma, ish beruvchi tomonidan yashash joyi yoki kvartira, transport va ish asboblari ta'minlanadi. Oylik daromad o'rtacha 1600-2200 dollar atrofida, tajriba va soatga bog'liq. O'zbekistonliklarga qulay. Rasmiy hujjatlar, sug'urta va soliqlar kompaniya tomonidan tartibga solinadi. Bu chet elda barqaror daromad va professional tajriba olish uchun yaxshi imkoniyat. Agar siz ham bu taklifga qiziqsangiz yoki qo'shimcha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, iltimos qo'ng'iroq qiling. 78 147 00 30. Bugun qo'ng'iroq qiling. Ertangi hayotingizni o'zgartiring. Xorvatiyada sizni kutmoqda. Axborot kanallarimizni kuzatib boring. Migratsiya O'zbekiston Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Qanday obuna bo'lishni bilmasangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring yoki Telegram ilovangizga kirib, qidiruvlar joyidan Migratsiya O'zbekiston deb yozganingizda ham bizning kanalimizni topasiz va obuna bo'lib qo'yasiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling.